Assalomu alaykum. Ochkilarimizni farqi bilan tanishtirib ketamiz. Qarang, mana Balenciaga, xuddi shu ochki. Bu ham xuddi shu Balenciaga. Endi hozir buni farqi asosiy mana oynasida sochlar. Bosganda bu mana borib keladi. Plastmassasi ishlanishi yaxshi, zashtlar juda zo'r degan idealni. Bunisi mana plastmassaning qattiq varianti. Xuddi shunaqa qattiq variant, Polaroid varianti bor. Xuddi shunaqa Polaroid masi bor. Защитник va защитник emas, xullas ko'rinish videosi har tarafdan bir xil, hech qanaqa farqi yo'q. Rangida ham даже. Bitta rang, ikkalasi ham. Mana farq kачествоda. Mana mabodagi farqlash Balenciaga. Balenciaga. Xo'p, bunimizani mana bunaqa o'zining korobka dokumentlari bo'ladi, tipi karterga o'xshagan. Misol uchun mana ochkini o'zi bo'lsa, bu o'zining pasporti, maxsus artadigani, bu yerda qopchasi, futlyar, bu yerda korobkasi. Xuddi shunaqangi. Bittasi o'zi обычный holatda bo'ladi. Обычный bilan 2-3 xil komplektatsiyasi bor buni. Misol uchun bittasi tipa mana bunaqangi. Sal 3 burchak futlyari bilan bo'ladi. Bittasi обычный oppoq dumaloq qopchasi bo'ladi. Xullas, kichkina bir video obzorcha. Joningiz sog' bo'lsin. Bu yerda boshqa ochkilarimiz ham bor, mabodoga bemalol tavsiya qilamiz. Qisqasi bemalol xarid qilib ma'qul kelgan variantini olishingiz mumkin. Ochkilarimiz juda ko'p. Mana bu ikkalasi просто obzor sifatida ko'rsatib berdim, farqini bilib olishingiz uchun.